Istixora namozi qanday o'qiladi? Bugun esa ko'pchilik ayollarimiz bilmaydigan yoki qiyin deb o'ylaydigan eng muhim nafl namozlardan biri istixora namozi haqida gaplashamiz. Qanday vaziyatlarda istixora namozini o'qiymiz? Ikkilanayotgan bo'lsangiz, Alloh siz uchun yaxshisini tanlab berishini xohlasangiz, tahorat olib 2, 4, 6, 8 rakatgacha o'qishingiz mumkin bo'ladi. Niyatni esa istixora namozini o'qishni niyat qildim deb ichingizdan aytasiz va xuddi sunnat namozi kabi namozlaringizni boshlaysiz. Namozingizni tugatib salom bergandan keyin maxsus duoni aytishingiz kerak bo'ladi. Esingizda bo'lsin, bu juda ham muhim. Istixorani qachon o'qish mumkin va necha marotaba? Bu namozni har farz namozdan keyin 2 rakat qo'shib o'qishingiz ham, har uxlashdan oldin ham takrorlasangiz bo'ladi. Xullas, bu namozni qancha ko'p o'qisangiz shuncha samarali bo'ladi. Agar sizga ham 10 daqiqalik to'liq video kerak bo'lsa, mini kursimga qo'shilib tahajjud, istixora, asmaul husna va shu kabi maxsus darsliklarni sotib olishingiz mumkin. Istixora duosini esa Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. Ma'asalama.